Apelsinni tuzga soling va kechangiz ortiqcha yo'talsiz o'tadi. Bu usulni menga xitoylik pediatr shifokor tanishim maslahat bergan. Bir butun shirali apelsinni oling va ikkiga bo'ling. Yarmini ichini to'ldirish uchun qoldiramiz. Go'sht qismiga bir chimdim tuz, choy qoshiq uchida solamiz. Shuningdek, bir chimdim soda qo'shamiz va bir choy qoshiq shakar solamiz. Barchasini apelsinning ikkinchi yarmi bilan yopamiz. Mikroto'lqinli pech uchun idishga joylaymiz va 2 daqiqaga pechga qo'yamiz. Apelsin yaxshilab bug'lanib, sharbatini chiqarishi kerak. Keyin uni chiqaramiz. U yumshoq, issiq va ko'krakni iliq qiladigan xushbo'y hidga ega bo'ladi. Biroz sovishini kuting. So'ng ikkala yarmini qo'l bilan siqib sharbatini oling. Shunday qilib. Keyin sharbatni go'shtidan ajratib o'tkazing. Bir choy qoshiq asal qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Shunday qilib bizda ajoyib yo'tal siropi hosil bo'ladi. U kattalarga ham, bolalarga ham yordam beradi. Uxlashdan oldin 5 ml iching va kechangiz ortiqcha yo'talsiz o'tadi. Eslab qoling, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Menda minglab foydali maslahatlar bor.